Assalomu alaykum. Kun davomida noyob chegirmalar sizlarga taqdim etamiz. Hozirgi paytda iPhone 12 ni 128.95, 128.91 foizli yangilari 290, 295 dan bo'lyapti. A+ segmentda bironta ham nuqtasi bo'lmaydi. Shunaqangi noyob iPhone 12 larni bugun xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Va men sizga 100% radnoy Rossiya davlatidan kelgan Rostez, Rossiya standart iPhone 128.8 $259 eng yangi holatda S24lar bu shubhasiz kompaktli modellarni qiroli hisoblanadi. 512 talik, 256 talik yangidek A+ bironta nuqtasi yo'q. 512 talisini $479 va 256 lisini esa $450 qilib berishga tayyormiz. Narx bo'yicha, sifat bo'yicha inshaalloh tekshirib ko'ring. Bizda narxlar arzon. Ayrim negativ insonlar narx qimmat ekan deyapti. Iltimos sizlardan negativ yoshdan oldin narxlarni solishtiringlar. Bizda misol uchun mana qo'limda A90 $165. Ha, to'g'ri, eng qimmat narxda, lekin qiymatiga yarasha arzon narxda. Bu A+ bironta nuqtasi yo'q, lekin bizda buni A- 110 gacha bor. Misol Note 10 Plus $245. Buni A- 180 gacha bor biz do'konimizda. Qo'ng'iroq qilsangiz hammasini variantlarini tashlab beramiz. Bu esa bironta nuqtasi yo'q. Bironta magazindan topishingiz amri mahol bo'lgan noyob smartfon. Buni bilgan biladi. Inshaalloh bu smartfonlarni katta kafolat bilan 128 96 foizli iPhone 12 mini $199 ga, 128 64 100 foizli $135 ga SE 2020 haqiqiy yangidek holatda. iPhone 13 mini $319 ga yangi 128 A+ segmentda bironta nuqtasi yo'q. Bu S10 Plus, bu keramikadan ishlangan, bu oddiy S10 Plus emas. Bu qandaydir og'ir, qandaydir moshniy, qandaydir tez. 512 xotira $199 ga eng arzon narxda. 14 Pro ni $580 ga, 128 86 foizli Space Black rangi. Bitta A15 modelimiz keldi. Anchadan buyon keladi A15 sotamiz, lekin 6 ga 128 ta sotamiz. Bugun esa 8 ga 256 li yangidek holatda esini $129 ga. Oddiy 32 5G 128 talisi ham 135 bo'lyapti. Bu esa $129 ga. Xudo xolasa smartfonni zo'ri $96 ga haqiqiy yangi Redmi Note 11 kelib qoldi. Bu Note 11 da bunaqa holatda turishi uchun telefonni ishlatmasdan olib qo'yish kerak xolos. Xuddi shunaqa ishlamagandek turgan varianti bor. E'tibor beringlar, Flip 4 $250 ga A+ bironta nuqtasi yo'q. Agarda birorta magazinda ko'rsalar, aytinglar, xudo xolasa hech qayerda ko'rmaysizlar. Mana A- $210 ga. Buning holati zo'r bo'ladi, sal chexolnizlari bo'ladi. O'zbekistonda ishlaganligi bois. iPhone XS $155 ga, gold rangda. Inshaalloh narxi 99 dan ortiq magazinda solishtirgan holatda eng arzon narxda chiqarilgan narxlar. iPhone 13 128 94 foizli ideal holatda $280 ga. iPhone 12 Pro 512 talik 96 foizli narxi esa $355 ga. 512 talik o'z kontentlaringiz bilan, o'z shaxsiy blogingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, sizga aynan 3 ta kamerali Pro model iPhone kerak bo'ladi. Instagram uchun eshitdim bu narsani. Bu aniq faktlar. Siz $4000 kamerada suratga olasizmi yoki iPhone'da olasizmi? Qaysi birida Instagram rekka chiqaradi videolar, qaysi birida tirnoq joylaydi Instagram? Albatta iPhone'da, chunki Instagram iPhone bilan shartnoma qilgan. Shuning uchun o'ylanmasdan iPhone olaverasizlar. Inshaalloh eng to'g'ri tanlov qilgan bo'lasizlar. S17 har gal aytaman, bir emas, ikkita, 3 talab olib qo'yinglar. Bu telefonlar hozir kelayotgan payt, ertaga kelmay qolsa, umuman topib bo'lmaydi. $140 dan. Eng yangi S17 smartfonlari. S21 Plusni eng jozibali Violet rangini siz azizlar uchun $265 ga A+ yangi variantini taklif etaman. 12 Pro Max'ni $535 ga, uzr, $435 ga, 100% radno 256 82 A+ bitta nuqtasi yo'q variantini taklif etaman. Va men siz uchun Samsung Note 10 Red Product oq rangi yangidek holatda 200-205 dan qilib beramiz. S23 Plusni A+ segmentda har xil variantlari kirib keldi. E'tibor beringlar. $375 ga aynan bu rangini Amerikadan kirib keldi. Aynan islomiy rangi A+ segmentda 8 ga 256 $410 ga. Bunaqa kremiy rangi, juda ham ajoyib rangda. Buni narxi $419 ga. Salafallari olinmagan. Xudo xolasa imeykalari ofitsialni o'tgan $399 ga qora rangi. Xudo xolasa narxlarimiz imkoniyat boricha A+ larni ko'rsatyapman. Nimaga A+ ni siz hamma joydan topa olmaysiz va
O'zim qidirgan paytim topishim juda ham qiyin bo'ladi. O'zim kerak bo'lsa topa olmayman. Men shuncha magazin bilan aloqada bo'lib turib, o'zim topa olmagan narsani men sizlarga qiynalmanglar ko'rsatib beryapman. Oldingizdan oqqan suvni qadriga yetinglar, hurmatli obunachilar. Eng ishonchli 20 yildan beri hammaning ishonchini qozongan magazin endi navbat sizning ishonchini qozona oladi va bizga ishonib zakaz beringlar. Biz siz istagan telefonni eng tiniq holatda uyingizga yetkazib beramiz. Dunyoyingizni kashf qiling. Bu bilan smartfon sizga ish joyi, o'yin zona, kinoteatr, yopilganda elegantli telefon, har doimgidan ko'ra arzon narxda Fold 4 Snapdragon 8 Gen 1 protsessorga ega bo'lgan ushbu smartfonni $380 desert rangini aynan bugun 450-460 sotilayotgan telefonda taqdim etaman. Note 11 Pro shunaqa yangi ishlatilgan $105 8 ga 128 talik zo'r saqlangan eksklyuziv modelda. $79 Note 8 2021 shubhasiz bu eng trend model bo'lgan. O'z davrida legendarniy smartfon bo'lgan. Albatta Max modelni arzon narxga olmoqchimisiz? Unda sizga eng zo'r taklif Desert 2025-yilning trend rangini 256 90dan 64 97 foizlisini $309 ga taklif etaman. Super arzon narxda iPhone 1 ni 64 talik Polsha davlatidan kelgan 90 dan baland bo'lgan variantini $249 qilib beraman. iPhone 15 Pro Max ni hurmatli obunachilar yangidek $840 ga White Titanium. Bu eng yoqimli iPhone ning rangi, iPhone ning haqiqiy rangi hisoblanadi. iPhone 12 Pro 128 95 foizli zo'r sostanida. Narxi esa $320 ga, har galgidan arzon narxga, har galgidan tiniq holatda. Va ikkinchi filialimizdagi smartfonlar yakunlar ekanmiz. Birinchi filialda bundan da qiziqarli smartfonlar ko'rsatib beraman. Albatta videoda eng qiziq joyi endi keldi. Xiaomi 12 bu Snapdragon 8 Gen 1 bu kompaktli modellar ichidagi eng quvvatli batareya. Bu smartfonni ishlatganingizdan so'ng S seriyani 100% ishlatgisi kelmay qoladi. Harman Kardon audio akustikaga ega premium segmentda 8256 lik yangisi. O'zi buni shu holatini $300 ga olsiz arzon olgan bo'lasiz. Men sizga $255 ga taqdim etaman. Endi esa birinchi filialga kiramiz. Ko'ringlar, qaysi biri ma'qul kelsa qo'ng'iroq qilishlarini kutib qolaman. Endilikda birinchi filialdagi noyob smartfonlar bilan tanishtiraman. Amerikaning Google smartfoni. Google korporatsiyasi bilasizlar, dunyo bo'yicha Apple'dan ham ustun turadigan brend hisoblanadi. Bu sizga eng tiniq kamerani, eng kuchli protsessor, eng kuchli internet zavqini his qilishingizni ta'minlab beradi. Juda ham kuchli bo'lgan Google Pixel 8 Pro modelimizni $440 ga taklif etaman. Talablarga binoan Google Pixel so'raganlarga super chekilma narxda $1000 telefonni juda ham arzon narxga $440 ga. Zamonamizni bardoshli buklanuvchi smartfonni korobka hujjatlari bilan plus eSIM ham o'tgan, ikkita SIM karta tushadi. Yopilganda esa to'laqonli oldi displeyda barcha amaliyotni ishlatishingiz mumkin va to'laqonli yopilishi bilan telefon yana ham ingichkalashgan, yana ham jozibali bo'lib turadi telefon. Yoqimli rangda. Narxi esa bor yo'g'i $545 evaziga. Super arzon narxga. Samsung S24 Ultra eng arzon narxda yangi 1 yillik kafolatli dubayskiy regionini $685 ga taklif etaman. iPhone 15 Pro Max ni 128 $840 ga yangidek holatda. Bunaqangi 15 Pro Max ni kuni kecha o'zimga zal bo'lib topa olmagandim. Kelgan paytda olinglar, smartfonlarimizni biz foydalanib qolaylik, atrof magazinlarga o'sha qimmatroq sotaylik demaymiz. Maqsadimiz smartfonni arzonroq olishlik, naqd pulga olishlik va arzon narxda sotishlik. iPhone 16 Pro Max bor yo'g'i 2 oy ishlagan, 66 marta zaryadlangan smartfon absolyutno yangi $256 $1090 ga. O'zim ham xuddi shunaqangi natural titanium rangini ishlataman. iPhone 14 Pro Max 128 87 256 87 ekan, $666 ga. Haqiqiy yangi qora Space Black rangda. iPhone 1 ni $165 ga ideal holatda ekran almashgan, lekin 64 82 родной batareykali 128 83% $325 ga yangidek iPhone 13 Pro modelimiz. iPhone 14 Pro Max ni esa 128 85 isi $615 ga. Mana sizga haqiqiy sifatni qadrlovchilar uchun yangidek 14 Pro Maximiz. 14 Pro realni bir marta zaryadlangan 100% 128 talik $656 ga. Dunyoda eng so'nggi iPhone 14 Pro bunaqa idealni olishingiz mumkin. Va iPhone 12 mini dunyoning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni qo'limda va bu smartfonda 64 98% batareykalisini siz azizlar uchun $215 beraman. iPhone 1 ni $219 evaziga 64 84% a'lo holatdagisi
iPhone 12 Pro esa 128 GB ideal qora rangda 96-97%larini 340-335 taqa beraman. 85% amerikanskiy, 98% amerikanskiy blue rangdagi iPhone 13 Pro modellarimizni siz azizlar uchun $459 $480 beramiz. Eng ideal yangi O'zbekistonda ishlamagan variantda 128-86 $405 iPhone 12 Pro Max grafit rangda. iPhone 11 Pro'ni 64-97%li $277 yangi holatda, 64-96%li salgina chexolimiz bor $267. iPhone 11ni $220 ideal red produkt rangi 100% radnoy bo'lgan $298 11 Pro Max A+ holatda. S23 ni kompaktni, elegantni, sarafanlar olinmagan. Biz operatorskiy tizimimizni S23 bilan ta'minladik. Nega? Bizga yaxshi aloqa, kompaktni dizayn, mo'shni protsessor kerak. Biz shuni deb bildik va sizga ham taklif etamiz. Narxi hozir imekalar hisobiga oshib ketgan, 400 dan ham qimmat bo'lib ketgan. Bizda esa eski narxdan arzon narxda $370 eng tinig'ini taklif etaman. S22 Ultra'ni kecha hayit bayrami munosabati bilan juda ko'p viloyatlardan insonlar bizga kelib xarid qilishdi. Aynan 22 Ultra olishdi. Chunki 22 Ultra'ni bunaqa ideal, bunaqa arzonlari faqatgina bizda $399 oq rangda A- segmentda, o'zi A+, lekin O'zbekistonda ozgina ishlaganligi uchun A- segmentda deb aytyapman. Redmi Note Mi Xiaomi 13T Pro $355 haqiqiy kuchni, haqiqiy plavniy 12-256li 13T Pro'ni taklif etaman. Talablarga binoan $90 evaziga Honor X7 A+. Sizga 6 ga 128 talik siz uchun barcha imkoniyatni taqdim eta oladi. Rossiya bozorini 35% bozorini egallagan Mirovoy brendni taqdim etaman. Mana o'sha mashhur 32.5G, legendarniy 32.5G, internet zavqini his qilishingizni ta'minlab bera oladigan, salafanlar olinmagan eng ideal 32.5G 135 dan kami bo'lmaydi. Aynan bir dona eski narxda $127 ga imekalar ofitsialni o'tgan variantini taklif etaman. Xiaomi Redmi 12 8 ga 256 $97 ga bunaqa segmentda o'z sinfida yagona hisoblanadi. $140 ga S10 har doim ta'kidlayman, bir emas 2-3 talab olinglar. Bu bir keladi, bir ketadi. $90 ga dual sim kartali A32, $50 ga A20, o'sha mashhur ekrani AMOLED bo'lgan dual sim kartali premium A20 modelimiz. A32 5G O'zbekistonda ozgina ishlagan variantda $99 ga A-, faqatgina chexolimiz bor, petno joyi yo'q. $90 ga yangi i1 kelib qoldi. Kecha 31 ni $100 sotgan edik, bugun esa 51 ni $90 beryapmiz. Mana sizga Note 10 ni eng yoqimli yumshoq binafsha rangi, eng arzon narxda $195 evaziga, oylik $100 evaziga va House Mobile birinchi filiali shunaqangi ikkinchi qo'l ideal smartfonlarni har doim yuzlab chegirmalarini taqdim etar ekan. Pastda Telegram havola orqali bizni obuna bo'lib kuzatinglar. Telegramda juda ham qiziqarli ma'lumotlar berib o'tamiz va bizda yangi smartfonlarni eng birinchi qo'llardan olish imkoniyatiga egasiz. Qo'ng'iroq qiling, inshaalloh xursand bo'lamiz sizni xizmatingizni qilganimizdan.